Birinchi o'rinda bu yerda qora va oq katakchalarni qay tartibda sanalayotgani muhim. Aytaylik, qoralarni qonuniyatini topaylik. Qoralar birinchisida eee, chekkalarida 4 ta bor har doim. Plyusdan 1 ga 1 bo'lgan katakchamiz bor. Ikkinchisida chekkalarida 4 ta bor har doim va o'rtasida ikkinchi figurada 2 ga 2 bo'lgan katakchalar bor. Uchinchisida 4 ta plyusdan 3 ga 3 bo'lgan katakchalarimiz bor. Keyingisida 4 ta plyusdan 4 ga 4 bo'lgan katakchalarimiz bor. Endi 5-chisida tabiiyki 4 ta plyusdan 5 ga 5 bo'lgan katakchalar bo'ladi-da, 25 plyusdan 4 bo'lib 29 bo'ladi. Demak, bunisida 29 ta qora bo'ladi 5-shaklda. Oqlar qanaqa? Oqlarni qonuniyatini topaylik endi. E'tibor beradigan bo'lsak, bizga bitta qo'shni mana qo'shni katakchalar soni bitta bo'lganlaridan 4 ta bor, ya'ni 1 kara 4. Keyingisida mana qo'shni katakchali ikkitaliklaridan 4 ta bor. Bu degani 2 kara 4. Keyingisida bo'lsa, qo'shni katakchalar soni 3 ta bo'lganlaridan 4 ta bo'lsa, 3 kara 4. Keyingisi 4 kara 4 va keyingisi albatta 5 kara 4 bo'ladi-da, 20 ta bo'ladi. Ya'ni 20 ta oq bo'ladi. Ana endi qaysidir shaklda 1004 ta oq kvadratchalardan foydalanilgan bo'lsa, shu shakldagi qora va oq shakllarning umumiy soni qancha? Mana 1004 ni bu yoqda 4 ga bo'lib olishim kerak, sababi oqlarni sanalishi 4 ga karrali figuralarni tartib raqami bilan bir xil edi. Buni bo'lib oladigan bo'lsam 251 bo'ladi. Bu degani 251-shakl degani, sababi tartib raqami bilan bir xil edi. Endi bu o'zi 1004 ta oq bor 251-shaklda. Aynan mana shu shaklda nechta qora bor? Qoralarni qonuniyati esa 4 plyusdan 251 ko'paytirilgan 251. Buni hisoblaydigan bo'lsam 63005 bo'lar ekan. 4 ni ham qo'shganda. Ana endi umumiy soni qancha deydigan bo'lsa, 63005 ga 251 ni qo'shaman, 1004 ni qo'shaman, 64009 bo'ladi. Demak, bu ikkinchi B shartining javobi, bu esa A shartining javobi. Endi 3-shartga o'tamiz. X va Y-chi figura, X-chi va Y-chi figuralardagi kvadratchalarning umumiy sonlari orasidagi farq 497 taga teng bo'lsa, Y ni toping. Endi qoralarning qonuniyatini topdik. Oqlarning qonuniyatini ham topdik. Umumiyni qonuniyati qanaqa bo'ladi? Har bitta kvadratchada, katakchalar to'plamidagi qonuniyat. Masalan, birinchisida 3 ga 3. Birinchi figurada 3 ga 3 turibdi. Keyingisida 4 ga 4 turibdi. Keyingisida 5 ga 5 turibdi. Mana bu 3 ni topish uchun 1 degan figuraga 2 tartib raqamiga 2 ni qo'shishim kerak. Bunisiga ham mana 2 ni qo'shishim kerak. Bunisiga ham 2 ni qo'shishim kerak. Demak, menda x-chi figurada x plus 2 ga x plus 2 bo'lgan katakchalar to'plami bor. Y-chi figurada esa y plus 2 ga y plus 2 turibdi. Orasidagi farq, aytaylik, agar x katta y deb oladigan bo'lsak, x plus 2 ga x plus 2 ning ko'paytmasi ayrilgan. Y plus 2 ga y plus 2 ning ko'paytmasi orasidagi farq 497 ga teng bo'lsa, y ning qiymatini toping debdi. Demak, bu yoqda nima bo'ladi? X kvadrat plyusdan 4x plyusdan 4 minusdan y kvadrat minusdan 4y plyusdan 4 barobar 497. Xo'p, 4 lar ketadi. Nima qoladi? x kvadrat minus y kvadratni x minus y u x plus y ga ajratsam, bunisini bo'lsa plyusdan 4 kara x minus y desam teng 497. Xo'p,
x minus y ni chiqarib olaman. X plus y plusdan 4 barobar 497. Endi buni biz butun sonlarda yechishimiz kerak bo'ladi. Sababi x bilan y butun son, natural sonlarda. Demak, mana bu qanaqa ko'paytuvchilarga ajraladi desa, 7 kere 71 bo'ladi bu. Demak, x minus y ni 7, x plus y plus 4 ni 71 deb sistema ishlashimiz mumkin. X minus y dan 7, x plus y barobar necha bo'ladi? 67 bo'ladi. Masalan, ikkalasini qo'shib yuborsam, 2x barobar bo'ladida 74, x barobar 37. Y barobar necha bo'ladi shunda? Y barobar endi 37 dan 7 ni ayirishim kerak. 30 bo'lib qolar ekan. Bizda mana y ni toping dedi 30 bo'ldi. Endi agar mabodo bu mana bu holat uchunda x katta y bo'lgan holat uchun. Agar y katta x bo'lsa, unda 37 chiqish kerak edi. Demak, javob nima bo'ladi? Javob 37 yoki 30 bo'ladi. Chunki kattasi yoki kichigi ayta olmaymiz-da unisini.